Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Zarchabek qurilish mollariga yangi mahsulotlar kelgan. Hozir sizlarga birma-bir tanishtirib o'tamiz. Qanaqa mahsulotlar kelganini. Bu tomonda plastik dekorlar, qavurg'aliklar bor har xili. MDF dekorlarimiz bor har xillari. Juda ham zo'r, sifatli. Plastik dekorlarning ham har xil turlari bor. Bu tomonda esa agar taroqlarni har xillari kelgan. Juda ham sifatli. Max Decor firmasiga qarashli. Ko'rishingiz mumkin, juda ham sifati zo'r. Esa pluntus, molding har xillari bor bularni. Razmerlarining ham har xil turlari bor. Tinglarni, yana boshqa xillari ham bor bu yoqda. Kichkinalardan tortib, to kattalargacha bor. Mana buni ham pluntus. Kattaligini ko'rishingiz mumkin. 12 sm chiqadi. Bu tomonda katyollarni turli xili bor, aristonlar bor har xili. Oynalarni har xillari kelgan. Juda ham zo'rlari, sifatli, yon atrofi podsvetkaliklari bor. Do'konimizning bu tomonida karnizlarni 100 xilga yaqini mavjud. Kelib, xohlaganlaringizni tanlab olib ketishingiz mumkin. Bu karnizlardan tashqari qurilish mollariga oid juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Agar do'konimizga tashrif buyursalaringiz, boshqa assortimentlarni ham tomosha qilib o'zlaringizga kerakli mahsulotlarni olib ketishingiz mumkin. Bizning do'kondagi narx-navolar deyarli optim narx bilan bir xil. Bir xil mahsulotlarimiz zavod narxida ham bor. Bir xil mahsulotlarimiz optim narxda, chakana narxda beramiz. Bizda o'sha optim narxda olsalaringiz ham dastlabki xizmati ham ichida, uyingizgacha olib borib beramiz. Agar do'konimizgacha kela olmasalaringiz, pastga telefon nomeringizni yozib qoldiraman, bemalol telefon orqali ham zakaz qilishingiz mumkin. Mahsulotlaringizni uyingizgacha olib borib beramiz. Zarchabek qurilish mollariga tashrif buyuring va videomizni maksimalni qurilish qilayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Bu ma'lumotdan ular ham xabardor bo'lsin. Sizlarni kutib qolamiz.